payg'ambar qo'ygan ekan deb soqol qo'ygan ekan. Qo'ysa ham chiroyli qo'ysin. Bir o'rmonda qolib ketgan bir badbashara qilib, xuniydan xuniy qilib qo'ymasin unaqa qilib. Qo'ysa cho'tki qo'ysin. Chunki payg'ambar alayhissalomni qilgan ishlarini xunuk ko'rsatmaslik kerak. Sallavering cho'tki bo'lsin. Hatto kofir ham havas qilib olsin uni tozaligiga, oqligiga, tekis o'ralganini ko'rib turib, qoyil bitta kiyib ko'ray deb olsin. Masalan, men chakmon kiyaman desa, chakmonni ham cho'tki kiysin. O chakmonni kiyib olib 7 yil yuvmasdan orqasi g'ijim, oldi dog' bo'lib yursa, sportikada yuraversin, kiymasin. To'g'ri gapda. Do'ppimi bosh kiyimda eng zo'rini kiyish kerak. Men qimmati demayapman, eng zo'rini. Chunki u bosh insonni toji boshga kiyiziladi, oyoqqa kiyizilmaydi. Toj kiyizilgan boshga, u toji kiyizilgan odam podshoh deb nomlangan. Chiqyapti nevaraga ber do'ppini turib, faqat boshga qo'yib, xuniydan xuniy qilib, yarashmasdan nima kerak uni bosh kiyim kiyib? Kiysa cho'tki kiysin, zo'r kiysin, o'ziga qarasin. Chunki musulmon inson manzarada ham go'zal bo'ladi. Ya'ni ko'rinishida ham, so'zida go'zal bo'ladi, ishida go'zal bo'ladi, xulqida go'zal bo'ladi. Mo'yishimi zo'r yuvsin mashina. Agat oladigan dehqonmi, agat tek solsin, cho'tki olsin, biri katta, biri kichik, qiyshiq. U bo'lmaydi. Qassobni go'shtni zo'r buzib ilib qo'ysin, ko'rganlar havas kelsin. Suvoqchimi hatto lazerda tekshirganda ham lazerda nuri sinmasin. Cho'tki qilsin suvog'ini. Malyarmi abo'yini choki ko'rinmasin. Zo'r qilsin. Santexnikmi 4 ta atablini isib 5-inchisi isimay turmasin. Cho'tki qilib bersin. Chunki Rasululloh alayhisalom o'z ishini go'zal va chiroyli qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'radi deganlar. Bu faqat namozga aytilinmagan bu ishlar akalar. Musulmon odam hayotida qiladigan hamma ishida musulmon bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, halol bo'lsin, mustahkam bo'lsin, go'zal bo'lsin. Orqadan faqat rahmat eshitsin, ya usta bo'lmay o'l, qassob bo'lmay o'l, sivarchi bo'lmay o'l, dehqon bo'lmay o'l, domla bo'lmay